Assalomu alaykum. Nima gaplar akalar? Tinchmisizlar? Musofir savdo 2 kun tashqarida omborlarda eng arzon narxlarni ko'rsatgan holatda efirlarni qildik. Ko'rdinglar. Rosa juda ko'p. Bugun pashti 100 dan ortiq tekfelar ketdi. Lekin men u yerga borganda 20 donadan ortiqcha olib kelib oldim. Efirga qatnasha olmagan, ulgurmaganlarga 20 donadan olib kelib oldim. Qaytib bizga efir o'tkazish mumkin emas ekan. Bir martaga ruxsat berdi hozir. Mana fenlar, tozalari, anaqa 5 ta nasatkalar bor. Mana hamillionlik anaqalik stakanlar 4 tasi oddiygina mana shu 5000 4 donasi. Bilio Fransiyani avazalari eng zo'ri mana shu. Akalar, ukalar. Original tozasi. Internetda 39900 so'm belgiladi. Bizda bo'lsa o'ta arzon narxda. Bu hali mashinada yuradigan simpatichniy bratlarga-da mana bunday zaryadga qo'yib yuraveradi. Soqollarni olib to'g'rilab boksilar bo'laveradi. 4 soat ketar ekan zaryadga. Bundan ham zo'ri mana uni taklif qilaman. Qaranglar. Kamzircha kapshonkalari bilan quyonni teridan tayyorlangan mana tushmaydi, to'ki umuman tushmaydi. Tuki ham umuman tushmaydigan mana. 90 razmerdan to 105 razmergacha tushaveradi. Free size hisoblanadi. Ana oppolar. Telefon kommentariyada qaysi mahsulot kerakligini aytsanglar, men sizlarga narxini aytib o'tib ketamiz. Go.